Oldingi darsligimizda shu uyni jihozlash ichkariga kirib kelgan edik o'zi. Endi uyni jihozlashda abo'ylarni devorlarni tekis bo'lgandan keyin abo'ylarni yopishtirib, karizda patologlarni atachenta qilib kraska beriladi, mo'yshi. Oppoq qilsa ham bo'ladi. Patologlarni oppoq qilinsa, ko'pchilik aytadiki, pashsha qo'nsa izi bilinib qoladi deb. Yo'q, o'sha mo'yishlar bor hozir, anaqalar juda ham chiroyli chiqqan. Kraskalar bilinmaydigan holatda ham bor. Uni artsa bo'ladigan mo'yishi, strogoy mo'yishilar, artsiz bo'ladigan holatlar ham bor. Abo'ylarni ham xuddi shunaqa, men oldingida ham aytib o'tgan edim, abo'yda ruchkada agar bolalar chizadigan bo'lsa, shunaqa strogoy mo'yishi abo'ylar bor. O'shalarni ham sekin akkuratni artib tozalab tashlasa bo'ladigan. Mana o'shanaqa abo'ylardan, o'shanaqa kraskalardan qilinsa, uy juda ham chiroyli, fayzli bo'ladi. Keyin abo'ylarni yopishtirib bo'lingandan keyin eshiklarni o'rnatib, targetlarni qoqiladi. Target qoqilgandan keyin chetida plintusini eshiklarni o'rnatib bo'lganingizdan keyin qo'yasiz. Targetlardan keyin oxirida plintus qo'yib chiqiladi. Plintusi razmerini 10-12 atrofida olsanglar juda chiroyli chiqadi. Shunda eshiklarning chetidagi nakladkalari ham juda o'sha 10 razmerda chiqsa chiroyli chiqadi. Keyin уже uyni jihozlashga kiriladi. Pardalar osib, lustralar osib, televizorlarni joyiga qo'yib, gilamlaringlarni o'shanga moslab solasizlar. Mana uy shinamgina uy